qora sedana urug'i bilasizlarmi, aytiladi-yu, hattoki payg'ambarimiz ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qora sedana urug'i ming xil dardga davodir. Bu degani shunaqa dardlarni davolaydiki, bizni aqlimiz yetmaydigan dardlarni ham mana shunaqa qora sedana davolaydi. Ya'ni sochlarni baquvvat bo'lishi, suyaklarni mo'rtligini to'g'irlashi, undan tashqari umrni uzaytirishi, har bittasiga shunaqa zo'r davo bo'ladi. Men ichib ko'rishinglarni tavsiya qilaman, chunki mendan juda ham ko'pchilik, men o'zim ichganimda onamlarga tavsiya qildim, oyoqlari og'rirdi. Hozirgi kunda bemalol o'tirib turyaptilar, namoz o'qiganlarida ham. Meni o'zimni yaqinlarim ham, даже befarzand bo'layotganlar, hattoki женский tomonlardan kasallik, shamollash bo'layotganlar juda ham zo'r bo'ldi. Даже xo'jayinni ham maqtadi. Shunaqa xo'jayinim ham energichniy bo'lib qolgandi. Qizlar haqiqatdan ham zo'r narsa-da bu.